erkak kishini yurib ketishiga ayol tarafdan nima sabab bo'ladi? Javob beraymi? Siz o'sha tarafdan nima deb bera Xo'p, olasiz? birinchi navbatda erkakni ayoldan sovib ketishiga sabablar bor. Birinchi navbatda o'sha oilada yumushlarning hammasini kelinning zimmasiga yuklab qo'yganimiz. Kelinni kechasi tunda erini ko'nglini olish uchun vaqtini yo'qligi, charchagani uchun o'zi tili osilib, kecha qaynonani xizmatini qilib, qaynonani ko'nglini olib, uy ishlarini qilib, o'sha hamma narsaga butun resursini sarflagandan keyin kechasi u chanqab turgan er bunga yoqadimi? Yoqmaydi. Yo'q deydi. Yo'q, xohlamayman, sen charchaganman deydi. Eng zo'r bahonamiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, ayolga erkak tomonidan ham qo'llab-quvvatlash bo'lishi kerakmi, yo'qmi? Hech bo'lmasa kelayotgan paytda onasi tayyor bo'lib turgan, men boryapman yoki o'zingni ehtiyot qilgin, seni yaxshi ko'raman deyish kerakmi, yo'qmi? Nozik suhbatlar bormi, yo'qmi? Bo'lishi kerakmi? Bo'lishi kerak albatta. Uchinchidan, farzand dunyoga keltirgan paytda ayol jinsiy munosabatdan o'zini tiyyapti-ku. Demak, erkak ham qaysidir ma'noda sabr qilish kerakmi, yo'qmi? Albatta. Masalalar ko'p. Demak, bu qarz ikki qo'ldan bir qo'ldan qarz chiqmaydi, ikki qo'ldan chiqadi. Shuning uchun ham qaysidir ma'noda o'sha oilasiga nisbatan xiyonat, buzuqlik, zino u javobsiz qolmaydi-da. Javobini berayotgan erkaklarni ko'ryapmiz-da. Bilasizmi nima bilan beryapti? Og'ir kasalliklar bilan beryapti. Har bir narsani badali bor deb o'ylayman-da. Shuning uchun o'sha badalini qattiq gapiringki, tushunsin. Badalini baribir to'laydi. To'lab turib keyin ketamiz-da. Men shunaqa deb o'ylayman.